Hammaga salom do'stlar. Hozir biz Onyx ni Radnoy akasi Chevrolet Tracker Plus va minuslarini ko'rib chiqamiz. Yana reklamaga olib chiqdingizmi? Reklama qilingiz dedingiz. Hozir hammasini ko'rasiz, lekin bundan oldin Uzcars'ga obuna bo'lib turing. Mashinani eng katta minusidan boshlaydigan bo'lsam, bu hadovoy qismi. Hadovoy qismi shunchalik yomonki, siz mashinada harakatlanganingizda bamperingiz o'zingizga tushib qolishi ham mumkin, undan tashqari mashinaning hamma narsalari ham tushib ketishi mumkin. Bunga nima deysiz, Timur aka? Ha, mashinani hadovoyiga albatta savollar bor, lekin mashina to'liq международный standartlarga javob beradi. Bundan tashqari sotib olganingizdan keyin Piskentga borib tekshirib o'tirishingiz shart emas. Mashinani yana bitta minusiga o'tadigan bo'lsak, bu albatta kuchsiz motor hisoblanadi. Ya'ni Onyx bilan bir xil motor o'rnatilgan bo'lsa-da, lekin vazni Onyx ga qaraganda ancha og'ir va drive xohlasangiz, haqiqiy bosishni xohlasangiz Onyx olgan ma'qulroq menimcha. Ha, lekin esdan chiqarmaslik kerak, bu mashinani kuzovi shahar crossover va ushbu avtomobilda 1.2 litrli 132 tot kuchiga ega dvigatel bo'lgan va shahar uchun bu juda ham ma'qul. Avtomobil Onyx Radnoy akasida bekorga aytilmaydi. O'sha yomon monitor, to'g'risi meni fikrim bo'yicha, o'sha koja yo'qligi salonda bitta ham joyiga koja qo'yishgan ekan va yana bitta qiziq joyi LS Plus komplektatsiyasi, siz start stop olmaysiz. Sizda kaltdan zavod bo'ladi. Ha, albatta bu mashina Onyx bilan juda ham o'xshaydigan joyi ko'p. Lekin siz ozgina pul qo'shib уже yuqoriroq klassli mashina sotib olasiz. Albatta Onyx bilan ruli, ekrani, har xil funksiyalari bir xil bo'lsa ham, mashina bir klassga yuqoriroq turadi. Lekin yana bitta katta va kichkina minusi bor, aynan bagaj qismi. Misol uchun, ko'pincha metan o'rnatdingiz, metan o'rnatgan paytingizda sizda bagajda juda katta joy qoladi, u katta joyga bitta oilani boqsangiz ham bo'ladi u joy o'zida. Trackerda esa holat unaqa emas. Metan joyladingiz, bo'ldi, joy qoladi. Siz nima deysiz bunga? Trackerni bagajniki rostdan ham kichkina. Obyomi 390 litr, Onyx ga qaraganda 70 litrga kamroq. Lekin bu avtomobilga metan o'rnatish juda ham katta xato bo'ladi. Chunki Trackerga faqatgina propan o'rnatish mumkin. Yana bitta katta minusi bu galogen far hisoblanadi. $15,000 ga Trackerga 10,000 so'm, 20,000 so'mlik lampochkalar qo'yib qo'yishgan. Lekin bu avtomobil egasi LED fari qo'ygan ekan. Ha, bu mashinaga shunaqa farlar o'rnatish bu g'alatiroq ish, lekin siz bemalol servisni sentrlarga borib alishtirib olsangiz bo'ladi. Har tomonlama mana shu mashinani himoya qilmasak ham, lekin mana shu GM ni har doimgidek kasalligi. Shunaqa qilib aka, Onyx yaxshiroqmi yoki Trackermi? Menimcha bu savolni obunachilarga bergan o'rinli. Men lekin o'zim Onyx olgan bo'lardim. Siz esa bu mashinani plus va minus taraflarini izohlarga qoldiring.